Demak, bugun onalar bilan qizlarimiz dugona bo'lishi shart. Ya'ni shunaqa biz endi dugona bo'lmaganmiz-da onalarimiz bilan. Bizda buyruqlar berilardi, biz so'zsiz bajarganmiz. Vaholanki maktabda bironta muammomiz bo'lib qolsa yoki dugonalarimiz bilan muammo bo'lsa, onalarimizga ayta olmaganmiz-da. Qaysidir ma'noda qo'rqqan bo'lsak ham kerak, gap eshitishdan qo'rqqanmiz. Lekin bugungi davr bolalarini qaysidir ma'noda ona o'sha qiz bilan quloqqa aytiladigan gaplarni chiroyli qilib ayta olish kerak, bo'lmasa u internetdan oladi bu axborotlarni. Ota ham xuddi shunaqa, aynan o'g'il bolani rivojlanib kelayotgan bosqichida ko'proq o'sha bozorlarga, ko'chalarga birgalikda olib borib bu jamiyatga moslashtirib olish kerak. Ya'ni o'zidan o'zi bola bu katta ijtimoiy jamiyatga moslashmaydi-da. Demak, ota doim yonida olib yurib, dalda bo'lib ko'rsatib, xato kamchiliklarni, muammolarni ko'rsatib, uni yechimini ham ko'rsatib ketsa, bu bolalar tezroq o'sha jamiyatda o'rnini egallashga harakat qilishadi. Erishadi ham. Shuning uchun bu juda muhim. Ota bolani suhbatlari. Endi savol tug'iladi, haqiqatan ham qachon o'zi bolalaringiz bilan o'tirib bir gaplashdingiz desangiz, agar hech kim topib bera olmaydi-da. Qachon bir bolang bilan gaplashdingiz, mana shu oxirgi bir haftada siz gaplashmagan bo'ladi. Demak, bugungi ko'rsatuvimizdan shu xulosaga kelishsinki, bugun bolalari bilan otalar o'g'illari bilan alohida gaplashsin, onalar qizlari bilan alohida gaplashsin, sirlashsin. Ularning ham ichki kechinmalari bor, hissiyotlari bor, tuyg'ulari bor, orzulari, maqsadlari bor. Albatta buni gaplashsa ota-onalik ilmi shunday-ku. Chunki bolalardan o'sha yaxshi bola bo'lish uchun yaxshi ota-ona bo'lishi kerak avvalambor. Lekin ko'p xonadonlarda kuzatamizda, qizlar ko'proq otasi bilan sirdosh bo'lishadi. Endi ota urushmaydi, ota qo'llab-quvvatlaydi. Menimcha ikkalasi ham bir kishidan jabr ko'radi-ku, shunga o'zi kerak. Dili bir-biriga yaqin.